Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda so'zlashdi. Blinken yig'in jarayonida Xitoyning Rossiyaga qarata jazo qarori chiqarishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price bayonotida dunyo qaysi millatlarning erkinlik, o'z taqdirini o'zi belgilash va egilik huquqi qatorliq negizlik prinsiplar uchun kurash qilayotganligini ko'rsatdi dedi. Hozirga qadar Xitoy G'arbning Rossiyaga qaratgan embargolarga qatnashmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning harbiy o'l aslahalarini yo'qotish xizmatining asosan oxirlashganligini e'lon qildi. Putin Rossiyaga qo'yilgan embargolar haqida to'xtalib, yo'lga qo'yilgan jazo Rossiyaga urush e'lon qilinganga o'xshash dedi. Putin nishonning Ukrainaning betaraf o'rni va qurolsizlanishini ishga oshirish ekanligini eskartib, Ukrainaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lmasligi intayin muhim deb ko'rsatdi. Xitoy hukumati davlatning mudofaa chiqimini bu yil 7,1% oshirib, 229 milliard dollarga yetkazganligini e'lon qildi. Bosh minister Li Keqiang shanba kuni xalq qurultayining sungan xamcho dokladida davlat mudofaa chiqimining 7,1% oshganligini e'lon qildi. U yangi davrda prezident Xi Jinpingning qurolliq kuch va harbiy strategiyasini kuchaytirish ideyasini to'liq yo'lga qo'yganligini bayon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi fuqarolarni Rossiyaga sayohatga bormaslik to'g'risida ogohlantirdi va u davlatdagi fuqarolarni Rossiyadan darhol ayrilishga chaqirdi. Angliya Rossiyada turish majburiyati bo'lmagan fuqarolarning chegaradan chiqib ketishini kuchli tavsiya qildi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Amerika parlamentining a'zolaridan davlatiga texnik mudofaa yordami va aeroplan talab qildi. Amerika Kengash palatasining ko'p sonliqli rahbari demokratchi Chak Shomer Ukraina prezidenti Zelenskiyning sin shaklida Amerika Kengash palata a'zolari va Avom palata a'zolari bilan ko'rishganligini e'lon qildi. Isroil bosh ministri Naftali Bennett Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishib, Ukraina krizisini muzokara qildi. Bennett Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qinishda murosasiyachilik qilish talabini o'tirib qo'ydi. Egilanishicha, Isroil Ukrainaning Rossiya axborot vositalarining Isroilda tarqalishini cheklash talabini rad qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina urushiga munosabatlik soxta xabar tarqatganlarga qamoq jazosi berish tavsiya qilingan bir qonunga imzo qo'ygandan keyin nurg'unlagan xalqaro taratqular Rossiyadagi faoliyatlarini to'xtatdi. Angliya BBC televiziya kanali, Amerikadagi CNN va Bloomberg televiziyasi va Kanada ommaviy radiosi Rossiyadagi anglitishni vaqtincha to'xtatilganligini e'lon qildi. Germaniya ommaviy tarqatish vositalari ARD va ZDF mo shanba kuni Rossiyadagi faoliyatlarini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi.